Assalomu alaykum. Hurmatli bizni kuzatib boruvchi do'stlar, hamkasblar, hammalaringiz yaxshimi? Sog'mi? Ishlar bilan charchamay yaxshi yuribsizlarmi? Mana Xudo xolasa bizni Chivosing firmamizda ishlar ketyapti. Xudo xolasa yig'imlarimizni tayyorlash ishlarini amalga oshirib bormoqdamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu reaktorda yig'imlarni zeriktish jarayonini olib borilyapmiz. Shu yerda 4 ta reaktorda biogamizlarimiz sotuvga chiqaramiz Xudo xolasa. Ishlarni qilyapmiz Xudo xolasa. Bu yerda bitta reaktorimiz bo'sh qoldi. Kelasi yil bahorga go'ng tashlaymiz Xudo xolasa. Mana bunda cho'lchang oz bor Xudo xolasa, shunga shu bilan tasvirda ko'rib turgan mana shu reaktorimizga cho'lchang tashlashimiz kerak Xudo xolasa. Shu tasvirda ko'rib turgan plantasiyamiz, biz plantasiyamiz. Shu ikkalasiga cho'lchang ko'chirishimiz kerak. Bu tarafdagi reaktorimizga bahorga oziqalarni berib cho'lchang tashlaymiz. Mana bu yerda 4 tasi tayyorlanyapti Xudo xolasa. Yomg'ir yog'ib qoldi, endi yomg'irlar o'tsa Xudo xolasa keyin ellash ishlarini amalga oshiramiz. Hozir ham yomg'ir yog'ishi boshlandi. Mana cho'lchanglar uchun maxsus basseynimizni qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa.